yo'q menga. Olsa xo'sh. Olmasa men sizga pulini beraman. Bunisi aniq. Bu real savdo deb shunga aytadi. Real savdo degani o'zi aslida naqd pulini meni sanaydi degani. U kimdir olsa beraman degan narsa yo'q bu yerga. Endi kimdir olsa deb aytib ko'rdim. Ko'p narsa tilanmayman, bir narsa so'rayman. Mayli, bugun juma kuni yaxshi kun. Bo'lsa oldim, bo'lmasa xafa bo'lmayman. Siz ham mendan xafa bo'lmayman. Men o'zi ishim shu. Ko'rdingizmi, bir hopis keluvdi, kelmabsiz-da, zo'r qo'shiq aytdi. Ana shuni kuchi bilan yuribdi shaqa ko'pchilik. Men ham o'shaning kuchi bilan yuraman. Zo'r aytdi qo'shiqni. Ana strikkerni egasi, kakra strikker turibdi. Bankka yopgan ketdi qarzini. Men bir narsa elinja so'rayman, katta narsa emas. Bo'lsa amaki 100 emas. 2 million so'm o'tib bering, naqd pul beraman. 98 million so'm. Baravar qilaylik. Yo'q, baravarni aytib ko'rdim. Amaki, mendan olmasin, sizdan olsin. 2 million bo'lsa ham yoningizga qolsin dedi. Mendan olmasa maylidan nega aytaman yo'q. Baravar dedim, meni 5 ham mayli qayrim. O'ziniki haqiqatan ham kerak edi menga. 105. Bildim. 120 deyishim mumkin. O'zi tushib keladi. Shunday savdo bo'lar-ki. Men ochig'ini shu gap. Endi 5 millionni qanday qilsam qilaman, u meni bo'yimda. O'sha qanday qilsam qilamanga 7 ni qanday qilsam qilaman deng. Endi qiyin bo'lib qolaman menga. To'g'risini aytib ketaman. Naqd 98 million so'rayapman. Amaki bering. Yo'q, baravar bo'lsa meni endi baravarga endi olishmayapti-ku. Aytaman, mendan olmasin, sizdan olsin. Mayli, men baravar deyapman. Men misol hozir olib qo'yib, Sham meni o'tib bordim. qarang, bitta narsa bor, hozir 100 ga olib qo'yib, 100 ga olib qo'yib, o'zi shaydan baribir hech kim olmadi. Keyin erta kelsa buni 1 million sotishga to'g'ri kelib qoladi. Hozir 100 ga olmagan yerda 101 ga kim oladi keyin? Aga 5 o'tdi, aga 103 debari, 2 debari, 5 tonal qayerda? 100 aga chiroyli. Siz tarafdan yurdik aga. Zarur bo'lsa men qilmayman bunday ishni. To'g'risini aytaman. Qarang, bir ish qiling. Mana endi meni ham o'rnimga o'zingizni qo'ying. Men sizni o'rningizga o'zimni qo'yib ko'rishga harakat qilib ko'rdim. Ozmi, ko'pmi? Meni ham o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring. Meni ham. Mayli, bitta narsa. Bitta narsa, amaki. 100 olmadi, ko'rdingiz. Olmadi. Lekin men 100 ga sog' bo'ling, haqsiz. 100 ga sotishga harakat qilib ko'raman, lekin bitta narsa. Deb bunday aksiravermaydi endi. Hali gapim tugagan yo'q-ku. Hali narxni aytmadi. Siz bilan kelishuvdik, gap tugasa aksirasiz deb. Parol deng. Voy, xafa bo'lmang gapga. Hozir ozroq tugaydi-ki, o'sha payt bitta. Qarang aka. Mayli, men 100 ga sotaman erta. Onun uchun 99 berishingiz kerak bo'ladi. Bugun 100 dedim, hech kim olmadi. Mana olmadi. Men qo'lni bering. Qo'sha olmayman, yura olmayman, chiqa olmayman, tepa olmayman boshqa. Mayli, bugun juma. Jumani hurmati, yoshingizning hurmati. Mashinaning narxi yo'q, u narxga qiyinroqligini bilib turibman. Mashina uchun bo'lmadi. Mayli, amaki. Xayriya 1 million so'm o'tib bering, undan oshiqqa yura olmayman. 99 million bo'lsa bering. Faqat rozi bo'lib bering. Ko'ngilingizdan rozi bo'lib bering. Bo'lmasa ola olmayman. Mayli, olmasa 1 millionni xudo bersin. 1 million Amaki, bilib turibman, amaki, pul sizniki. To'g'ri. Sizni pulingiz kuygan, meni pulim emas. Lekin qarang, men sizni bitta narsani to'g'ri tushuning, 99 deb ham aytaman hozir. Lekin hech kim olmasa, erta shu mashin 70 D 190 ESB. Mana shu partiyasi bilan erta kuni bo'yi kim olsa 100 millionga turadi shu mashin. Tushundingiz? Lekin hozir 100 olsam erta 101 ga turish kerak bu mashin. Unday ish qila olmayman. O'sha uchun oxirgi variantimda aytdim. Amaki, agar bir so'mni qo'shib bormasangiz, bering 99 million naqd pulni oling. Faqat rozi bo'ling, amaki. Meni ham o'rnimga ozroq o'zingizni qo'yib ko'ring. Barakami? Baraka. Shahboz mashina furish olasizmi? Olaman. To'xtab turing olsangiz. Sizga beraman, faqat ertaga. Hozir bitta xalq ichidan o'taman. Siz yaxshi yigitsiz, do'stimsiz, bilaman. Endi mashina olib sotasiz, uni ham bilaman, lekin bilasizki, men ham 24 soat mana shu mashin hech kim olmasa 24 soatdan eng qizig'ini aytaymi? 99 million o'zi sizga o'tadi. Rozimisiz? Hech kim olmasa faqat. Ikkinchi odam tayyor. Xo'p, obzorni aytaman, akalar, ko'ringlar. Yildicha oldim, yildicha sotaman. 99 million olindi, bugun juma kuni pul qo'yilmaydi. Oluvchi bormi ichimizga naqd pulga 99 million so'mga.
Beraman akalar. Dehqon odam bo'lsa chiqsin, meni beraman. Agar dehqon olmasa, erta xuddi shu paytda shu mashina Shahboz do'stimga o'tadi, mashina bilan shug'ullanadi, bilaman. Faqat erta beraman, ertacha hech kim olmasa. Kelishdi, ha? Bo'l. Bormi ichimizga oluvchi? Naqd pulga. Kiring, registratsiya qilib qo'ying. Aka antirazali olaman aka. Oling. Yana nima bor? Yo'q. Telefon qo'yayotgan yo'qmi? Xafa bo'lmang. Erta